Assalomu alaykum hurmatli qarindoshlar, yaxshimisizlar? Bugun 2021-yili 7-oyning 16-kuni. Juma muborak, juma kuninglar yaxshi o'tsin. Bugun men buni mazmunlarni diqqatingizga sunmoqchi. Oldi bilan mushu yaqindan buyon Amerikaning kapital bozorida, paychiga bozorida bir to'vallash, ya'ni so'rinchilik ko'rildi. Buning sabablari haqida bir qism kishilar cho'qim bilishga qiziqdi. Buning sabablarini asosan yakunlagan vaqtda cho'ng sabablar birinchisi yanılam şu babağı berip taqıldı. Köpçülükten xabari bor. COVID-19 degan bu Xitoyning Wuhan shahridan 2019 yilda tarqalgan kesal dunyoning iqtisodini chekindirib o'tdi. Nurg'un kasblarning taraqqiyotini keyinga surib o'tdi, cho'ktirib o'tdi. Ya'ni milliardlagan kishilarning turmushiga og'ir qiyinchiliklarni olib keldi. Lekin fan texnikaning kuchi bilan vaksinalar ijod qilinib, urilishga boshlagandan keyin bu vaksinalarning har qaysi qit'a va davlatlar va jamiyatlardagi kishilarga emlanish sur'ati va miqdori o'xshamagan holat bo'ldi. Odatda, ya'ni fan texnikasi taraqqiy qilgan demokratik ellarda bu ishning vaksinaning ijod qilinishdan tortib emlanishgacha bo'lgan sur'atini aytib tiz bo'ldi. Ya'ni bu ixtiyoriy holda Amerika nüfusunun 20'den ko'proqi hozir to'liq emlanib bo'ldi. Qolganlari bu ixtiyor bo'lganlikdan majburlashga bo'lmaydi. Hukumat har xil shakllar bilan ularni vaksinani to'liq urishga rag'batlantiryapti demdi. Shuning bilan birlikda boshqa davlatlarda ham shunday taraqqiy qilgan davlatlarda, masalan Kanada, Avstraliya qatorli davlatlarda bu ahvol yaxshi. Yaqinda bir tekshirish dokladdan qaragan vaqtda vaksina urib, vaksinaning emlanış darajasi yaxshi bo'lgan, ya'ni COVID-19'ninki yamrab ketishning oldini olishda nihoyat unumli davlatlarni tizib chiqibdi ekan. Buning ichida asosan dastlabki 6si shu Amerika boshchiligidagi demokratik davlatlar bo'lgan. Ya'ni bu kishilarning erkinligi hurmatlangan, insonlik hayot qadrlangan jamiyatlarda, ochiq jamiyatlarda bu ishlarning, ya'ni fan texnikasi taraqqiy qilgan iqtisod kuchli davlatlarda bu ishlarningki bajarilishi nihoyat yaxshi bo'lgan. Endi shundaq bo'lsa-mu, bu kasalning COVID-19 degan bu kasalningki vabaningki boshqa varianti, delta varianti, alfa, lambda, gamma deganlar ham chiqibdi. Endi bu necha xil variantlari yaqindan buyon tarqalib o'tibdi. Hatto Amerikaning ba'zi shtatlarida, masalan Kaliforniyada, ba'zi shaharlarda, Los Angelesda ilgari maska taqmay kirsang bo'ladi deb deganda hozir do'konlarga u yerga kirgan vaqtda maska taqa debdi. Chunki bu COVID-19ningki boshqa nusxasi delta varianti degan ya boshqa nusxalarmi chiqibdi. Uningki xatrini texe mo'ljarlab bo'lmaganligi uchun mana bu shunday, ya'ni qaytadan bir tadbirlarni oladigan o'xshaydi. Hatto Dunyo sog'liqlik tashkilotining ba'zi amaldorlari dunyoni ogohlantirib o'tibdi. Ya'ni nima desa, bu kasal aldirab tugimgidak, yana taralg'idak bunun boshqa nusxalari chiqyapti, nihoyat ogoh bo'lishimiz kerak deb. Agar shunday bo'lsa, dunyoning iqtisodiningki to'liq tez asli kelishidan cho'ng aloqa bir umid yo'q. Bu mana mushu xil ahvollar, ya'ni mushu xil kishilarningki kayfiyatiga ta'sir ko'rsatadigan passiv omillar bozorda o'zining ifodasini topadi. Dal shunday bo'lganlikdan paycheki bozoridagi bu xil paychek bozorininki so'rinchilik tushishi mana mushul asosli sababi mana mushundan deb qarasak xatolashgan bo'lmaymiz. Chunki biz bir yilga butun davlatda 200 dan ortiq davlatning ishlab chiqargan umumiy mahsulot qiymati Amerika dollari bo'yicha hisoblagan vaqtda 89 trillionlik dunyoviy iqtisod yashayapmiz. Buning 24 trillioni, 22, 23, 24 trillioni Amerikada, 13, 14 trillioni Xitoyda, Yaponiyada 10 trillion tuan. Demak, shu 3 davlatningki bir yilda ishlab chiqargan umumiy iqtisodiy milliy daromadi dunyoninki milliy daromadining qolgan 197 davlatningki teng keldi degan gap. Ya'ni shu 3 davlatningki ishlab chiqargan narsasi. Shunga bu davlatlarning iqtisodining qandoq bo'lishi, iqtisodiy taraqqiyotining qandoq bo'lishi dunyo iqtisodiningki har qaysi sohalariga ham ta'sir ko'rsatadi. Shunga bu qatimqi paycheki bozorininki, ya'ni Amerikaning paycheki bozorlari dunyoga eshitilgan ochiq bozor. Bularningki
bu paycheki bozordagi so'rillikning ko'rilishida shu vaboning dunyoga yomg'irgan vaboninki ya'ni delta variantining delta nusxasiningki kengayib ketishidan andish qilish deb tushunsak xatolashgan bo'lmaymiz. Ikkinchisi davlatlar bilan davlatlar o'rtasidagi shu munosabatlar, ya'ni men abay deb o'tgandek shu 3 davlat bo'libmi, hozir 2 davlat Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi har qaysi turlik, har qaysi sohalardagi munosabatlarning yomonlashishi, diplomatiyadan tortib fan texnikaga, savdo aloqasidan tortib harbiy ishlargacha umumyuzlik bir ham bir raqobat, ham bir-birini dushman ko'rish vaziyati shakllandi. Ya'ni mundaqcha aytgan vaqtda dunyo sovuq munosabatlar urushi oxirlashgandan keyin ikkinchi qatamda sovuq munosabatlar urushining boshlanganligini ko'ryapti. Mundaq aytgan vaqtda sovuq munosabatlar urushi Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi bu urush boshlanib bo'ldi degan gap. İnsaniyat jamiyatining o'tgan asrlik 5 asrlik tarixida suyda to'ziqi deydigan bu to'zaq bo'lgan ekan. Bu qandaq desa, ko'tarilayotgan hokim, ya'ni mavjud darajadan tashqari kuch bilan ko'tarilayotgan kuchning o'rtasida dunyo tarixida 500 yilning ichida 14 qitimda masala urush orqali hal bo'linib ekan. 4 qitim tinchlik bilan hal bo'linib ekan. Hamda ala mushu ay mushkullarga kelgan vaqtda dunyoning yana bir vabodan keyingi tizganligidan keyingi dunyoning yana bir tartibining shakllanishining har xil ehtimollar o'tirib qo'yilyotdi. Bu tinch yo'l bilan bo'lamdi yoki harbiy kuch bilan bo'lamdi. Mening farzimcha bu harbiy kuchga tayanmagan ahvol ostida diplomatik, iqtisodiy, fan texnika jihatdagi raqobatlashish va bir-birini cheklash, bozorni itish, bir-biriga yo'l qo'ymaslik orqali bu shu xil ishlar orqali bo'ladigandek turdi. Navbatga yuzlanishdan qaragan vaqtda albatta biz dunyoning tinchligiga duo qilamiz. Albert Einsteinning ko'pchilikning hammasi o'qidi. Shu bu kishining shunday degan bir donliq so'zi bor. Dunyo urushini boshdan kechirdi, ya'ni shu odam hayot chog'da. 3-chi qatimliq dunyo urushining qanday bo'lganligini, qachon boshlanganligini men o'qimayman. Agar boshlanib qolsa, 4-chi qatimliq dunyo urushida az dunyoda qolgan az sondagi kishilar bir-biri bilan tayoq to'qmoq orqali so'qishdi deb. Demak, yadro qurolining dunyoning tinchligiga, insoniyatga keltiradigan baloyi ofatini, qabohatini bu kishi shunday bir tasvirlab so'zlagan ekan. Agar dunyoda cho'ng kuchlar o'rtasida bo'libmi, yadro qurollari bor, shunday davlatlar o'rtasida harbiy to'qinish bo'lib qolgan ish bo'lib qolsa, bu insoniyat jamiyatiga nisbatan bir talafot deb keladi. Albatta, eski odamlar tarixdan buyon bo'lib kelgan ekan, odamlarning ichida bir turkum odamlar bo'ladi ekan, shunday eski bo'ladi ekan, ya'ni kishilarning erkinligini bo'g'digan, o'zininki razilligini, jinoyatini go'zal qilib tasvirlaydigan. Biz bu dunyoda, bu o'zimiz yashayotgan shu dunyoda bularni ham ko'ryapmiz. Endi shu dunyo iqtisodining shu paycheki bozorining shunday tushib ketishiga kishilar so'rash mumkin. Bu Amerikaning iqtisodiy ko'rsatkichlari, hatto Xitoyning iqtisodiy ko'rsatkichlari yaxshi bo'lardi. Birinchi faslda 18% ishib, milliy daromadi, ikkinchi faslda 8% ishibdi, 7-9%. Amerikaning ikkinchi faslda 6-14% oshdi. Ishsizlik nisbati Amerikada tuvallaydi. Ya'ni mushunday turgan vaqtda paycheki so'rilib ko'rildi deb. Vaboning ta'siri, anandagi savdo urushi mushkul o'rtasidagi jangi jidal bu yomonlashyapti. Yomonlashyapti deganlarning sababini tushuntirib so'zlab o'taman. Anandagi uchinchisi pul paxalligining yuz berayotganligi. Amerika bilan emas, hatto Xitoyda pul paxalligi yuz beryapti. Shunga Xitoylar Markaziy bankining boshqa banklarga qarz beradigan pulining o'simini tuvalatish va boshqa savdo banklarining Markaziy bankida qo'yadigan pulining nisbatini tuvalatish degandek shunday usullarni qo'llayapti. Ya'ni u bir xil kengayma pul siyosatini yo'l qo'yishdan iborat. Ya'ni iqtisod bak chekinib ketgan vaqtda buni yoki iqtisod ilgirilmagan vaqtda buni ilgiritish uchun shunday ba'zi bir o'lchamlarni sal kengaytirish kerak, cheklanmadan kengaytirish kerak. Bu shunday pul muomala siyosatiga shunday bir usullardan iborat. Ya'ni uni required reserve ratio deydi inglizchada. Endi Amerikadami bir parazlarda 2024-yili Markaziy bankka o'simni o'stiradigan gap chiqqan, lekin Jeremy Powell, Markaziy bankningki Amerika Markaziy bankining boshlig'i, raisi Jeremy Powell degan kishi hozir pul paxalligi Amerikada real yuz beryapti, 2%dan jiq bo'layapti.
degan signallarni berdi. Mana shularning hammasi nimaga ta'sir ko'rsatdi desa, kapital bozoriga ta'sir ko'rsatdi. Shunga pul muomala bozoridagi bu so'rinchilikni bu shunday deb bu sabablardan deb tushunsak bo'ladi. Endi ba'zilar yana bu shifrliq pulga bo'lgan shifrliq pullar nima tushib ketdi degan savolni qo'ydi. Men hozirda shu butun shifrliq pul bozoridagi umum silingan mablag'ning qiymatiga qarab vaqtda 1 trillion 300 million pul bor ekan. O'tgan oyga qaragan vaqtda bu 200 milliard dollar tuvalab ketgan gap. Ya'ni 1 trillion 300 milliard qiymatida shifrliq pul bor. Bu shifrliq pullarning turlari najjiqlab ketdi. Bularning oldida turdig'ini Bitcoin, Ethereum degan o'xshash mishnoq pullar bor. Dogecoinmi, men nachqetim deb kelgan Dogecoinmi hozir keyniga tushyapti, tuvalab menyapti. Shu men bir chaqlarda degan shifrliq pul mablag' saqlagan vaqtda ochko'zlik qilish bo'lmaydi. Necha dollar atrofida saqlab qo'yish kerak degan ashxil maslahat hozir qarasam biroz o'rinliqdek turdi. Albatta biz ma'lum bir farazni o'tirib qo'ygan vaqtda farzimizning to'g'ri yoki aqlga muvofiq yoki emasligini shu ma'lum vaqt o'tgandan keyin reallikni kuzatib, anandan keyin hukm chiqaramiz. Hozirgi reallikka qaraydigan bo'lsak, shifrliq pul bozorining shu xil egz pastlik ahvolini bilganligimiz uchun yoki his qilganligimiz uchun shunga shunday tavsiya qilingan. Ya'ni necha dollar atrofida saqlab qo'ysanglar bo'ladi. Ya'ni necha dollar pul yo'qolib ketsa, pul muomala bozorida hech qancha emas. Agar necha ming dollar yo'qolib ketsa, u ozroq yurakni chimildidi. Chunki nimishqa ziyon achchiq, pulning bir uchi yurakda, bir uchi bilakda deydi bizning ota bo'g'illarimiz. Xo'sh. Endi Bitcoin'ninki bahsining tuvalab ketishiga nisbatan aytgan vaqtda Qozog'istondagi Bitcoin'ning tuvalab ketishiga nisbatan aytgan vaqtda buning asosiy sababchisi yana Xitoy. Xitoy shu shifrliq pul Bitcoin'ning otasi, insoniyatning otasi, odam oti bo'lgan o'xshash, bu shifrliq pulning otasi Bitcoin. Bitcoin'ga bo'lgan buni qizish, almashtirish, setish, ilish qatorliq faoliyatlarning hammani umumyuzlik chekladi. Cheklaganligi uchun az bir qism bor, lekin umumyuzlik cheklaganligi uchun bu shifrliq pul bozoriga cho'ng ta'sir ko'rsatdi. Shunga ba'zi shirkatlar Xitoydan shu Bitcoinni qazadigan shirkatlar butun mahsulot qazadigan asboblarni tortib ko'tarib u yoqqa ketdi. Hozir dunyoda Bitcoin qazishda birinchi o'rinda turadigan davlat yana Xitoy. Xitoydan keyin ikkinchi o'rinda turdig'ini Amerika, uchinchi o'rinda turdig'ini Qozog'iston, to'rtinchi o'rinda turdig'ini Rossiya, beshinchi o'rinda turdig'ini Iran. Shu 5 davlat shu nima qilyapti-da. Buning ichida qaranglar, Xitoy, Rossiya, Iran bularning qimmat qarashlari yiqilishib ketadi. Andan keyin Qozog'istonga tok azan ashunaq sabablar tufaylidan hamda tok azan deb ashunaq chiqib bordi. Bularningki dunyoninki Bitcoin qizishda rad tartibi ashundoq. Buningga nisbatan ba'zi bir analizchilar, olimlar, tadqiqotchilar Bitcoinga nisbatan yana uning bahsi tushib ketgandan keyin tuvallashib 60 ming biroqla 30 ming va undan tuvanga tushib ketgandan keyin yaqinqi oylarda buningga nisbatan bir chaqlarda Bitcoin to'g'risida ijobiy gap qilgan kishilar hozir salbiy gaplarni qildiribdi. Masalan, Nasim Talib degan injenerlik professori va New York universitetida bu bir chaqda Bitcoinga bak yuqori baho bergan. Mana hamda bu bir o'riliblar Bitcoin pul emas, Bitcoinning qiymati nolga tushib qoladi degan gaplarni deb turibdi. Menimcha bunday gaplarga nisbatan bir xil gumoniy qarash tuyg'uni yaxshi. Ya'ni ularning gapini haqiqat deb qabul qilib harakat etmay. Shifrliq pul buningki xalqaro pul muomala, buningki xalqaro pul muomala yuzlanishda shifrliq pul u bir xil yuzlanish. Shunga ahil gaplarga, ya'ni bu oltin kumush emas, oltin kumushning qiymati o'zgarmaydi. Bitcoin u bularning qiymatlari o'zgarib turdi, texnik masalalar bor, u bu degan gaplarga nisbatan yana Bitcoinni ep qo'yganlar aldirablar, setib etmay, yana sal savr qilib to'g'ini yaxshi. Chunki bu bir yuzlanish hamda. Boshqa pullarning ichidami, boshqa pullarning masalan Dogecoin deymiz, XRP deymiz, Ibashino deymiz, Cardano deymiz, nurg'un pullar bor. Bu pullarning ichida bir qismini siqib chiqarilishi mumkin. Qanday siqib chiqarilishi mumkin? Kishilarning pul xarjlamagandan keyin, uning qiymati tuvallab olgandan keyin oxirida yo'qolib ketadigan gap. Bir qism pullar, bir qism shifrliq pullar qolib qoladi. Bu to'g'risida burun so'zlagan hamda o'shinchilar so'zlaydi. Xo'sh, hamda men shu
insonlikning chaqnishi degan temada bir ozroq bir so'zlab qo'yay, chunki bizning Uyg'urlarning beshiga kelgan mushu talafotlarningki, bu 2017-yildan buyon yil hisobiga hozir bu yil 5-yilga qadam qo'ydi. Bir necha davlatlar irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Bu zulmning qanchalik ig'irligini, qanchalik insonsizlik ekanligini biz Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz qatorliq turkiy xalqlar fikrimiz shu zulmning ta'siriga uchragan. Ammo mushu bizning kechmishlarimizga, mushu beshimizga kelganlarga nisbatan davlatlar va xalqlarning tutgan pozitsiyasi har xil bo'ldi. Men davlatlarning qanday pozitsiya tutganligini ko'pchilik uqdi, bu haqda burun so'zlab o'tdim. Endi ayrim shaxslarning mushu Uyg'urlarning masalasida din, irq ayırmay sözlegen bazı kişilerin ismlerini atab qo'yishni loyiq ko'rdim. Men buni insonlikning chaqnishi deb atadim. Biz hammamiz Odam oti bilan Havoninki farzandlari. Shunday bo'lganlikdan insonlik birinchi o'rinda turdi. Ya'ni hammalarda bir ikki ko'z var, ikki quloq var, bir burun bor. Men bir chaqda Bostonda poyezdda ketib olsam, butun otlarning rayoni bor. Meni ko'rdinglar, mana qaracha o'chaqda chashlarim qara. Bir xonim mendan qo'pib, sen nereden kelding, sen nimadan deganda, men buni Husky Diaries, ya'ni Husky xotiralari degan yozmamda yozgan. Sen nereden kelding deydi. Sen de baqa desam, Rossiyadan deydi. Iya, net desam, da turib, Meksikadami deydi. No, señorita desam, Yapondami deydi. Iya dedim. Desam, nereden kelding deydi. Men nereden keldim? Men yer shardan, mush planetdan dedim. Men desam, nima deganing u deydi. Men Odam oti bilan Havoning farzandi qara, mening ikki quloqim bor, ikki ko'zim bor, bir og'zim, bir burnim bor. Desam, ana shu kulib ketgan o deganing to'g'ri, biz hammamiz insonning Odam oti bilan Havoning pushti deganda, shuna o'xshash biz hammamiz insonlarning pushti, shu Odam oti bilan Havoning pushti, biroq tarixning uzilmas, insoniyat jamiyatining uzilmas tarixida hamda kishilar har xil e'tiqod, har xil irq, har xil madaniyatlar bo'yicha o'zining xoslik bo'yicha yashab kelgan. Shundoq bo'lsa-mu, hamda tarixning har qaysi paytlarida bir chaqda bir xalq birisiga zulm solgan, bir chaqda bir xalq birisiga ezilgan insonlar jamiyati har xil ayni chaqdagi ibtidoiy jamiyatdan qulluq jamiyatga, qulluq jamiyatdan feodallik jamiyatga, feodallik jamiyatdan kapitalist jamiyatga va sotsialist jamiyatga shundoq o'tgan shundoq jarayonlar bor. Albatta buningki iqtisodiy nuqtadan chiqib tushuntirilishtirimi bor. Ya'ni ishlab chiqarish vositalarini kimning egallashi, xususlarningki xususiy mulkning qo'g'dalmasligi, erkin bozor prinsipi deganga o'xshash mandaq nuqtalarni tushuntirishga ham to'g'ri keladi. Ammo mayli nima bo'lishidan qat'iy nazar, bu dunyoning, bu yer shariningki eng go'zallik qo'shqchisi, esqig'chisi insonlar. Ammo shu insonlarning ichida shu insonlarningki bir millatni, bir xalqni o'xshamagan ko'z qarashda bo'lganligi uchun, chiroyi o'xshamaganligi uchun, e'tiqod o'xshamaganligi uchun, madaniyat o'xshamaganligi uchun, til o'xshamaganligi uchun, ya'ni bir xalqningki ezishi, zulm silishi, qirg'in qilishi bu kechirgisiz, tarixda kechirgisiz bir jinoyat. Endi bizning beshimizga shunday kun keldi. Shunday kun kelgan vaqtda bir qism kishilarda bir xil insonlik muhabbat parlab chiqdi. Men yaqinqi shu bir 2 kun ichidagi gaplarni depasam, Amerikaning bir donliq qartanlik kishi o'xshaydi. Royce White demdi. Shunday bir kishi Uyg'urlarga erkinlik degan bir nimani top maydonida bir muxbirga shunday so'zildi. 2 milliondan ortiq Uyg'urlar hozir shu Xitoyning jazolarida Uyg'urlarga erkinlik deb so'zildi. Andan keyin abay bir xabar ko'rsam, Nathan Douglas deydigan bir kishi ayoli, balasi, bir oilasining bir do'sti 4 hozir Koloradoda, bular Koloradoda nihoyat tog'liq sayohat rayoni, shu yerga chiqib, qishning kuni xalqlar qor yeyiladi, yozning kuni shu yerlarga bular Xitoylarga o'xshash tangpeng deb yetib olmaydi. Ba'zilarga o'xshash uyda o'tiriblar to'maydi, bular uyga chiqib sayohat qiladi-da, kamping qiladi. Hiking qiladi, tog'larga chiqib, daryolarni ko'rib, shunda o'rmonlarning yetida, o'rmonlarning nimasida kap qurib, ashada uxlab, ashuna qiladi hamda. Mushu mezgillarda 1000 odam shu Koloradoning ashaga bardiga o'xshaydi. Mushu Nathan Douglas degan bu kishi 10 yil Uyg'urlarning ichida yashab turgan Qozog'istonda va bizning vatanimizda. Shu Uyg'urlarni yaxshi tushundi ekan, oq ko'ngil,
haqiqiy insonlik tuyg'usi va kishilar ekanligimizni yaxshi tushungan ekanda bizga nihoyat cho'ng istash qildi ekan. Bu kishi shu Uyg'urlarning irqiy qirg'inchiligini men anglatimish kishilarga da hozir necha kunlik sayohatni boshlabdi. Mana bu kishidagi Uyg'urlar zulm uchirdi. Bir narsa aniq bo'lsinki, bu zulm uzun davomlashmaydi. Uyg'urlar cho'qim erkinlikka erishidi deb so'zlabdi. Bu kishilar buni men mushunday kishilarga intayin minnatdor biz. Anadan keyin yana Shafiq Bey deydigan bir kishi, musulmon kishi Kanadadagi Uyg'urlarningki ishlarini film qilib ishlab tunigun taqatga o'xshaydi. Xitoyningki bashmollari buningga bak qalayimqon narsalarni yezib ketibdi, ammo biz Uyg'urlarda bir gap bor, kunni etak bilan gap qilib bo'lmas deb. Xitoyning bizga qarata o'tkazgan zulmi, jinoyati bu taqdek paktlar bilan hozir dunyo jamoatchiligiga ayon bo'lib bo'ldi. Buni yepib bo'lmaydi bu jinoyatni. Endi Xitoylar bu jinoyat uchun o'ylanish kerak, badal to'lash kerak. Mana bu sabablar tufaylidan Yevropa parlamenti hozir Xitoy bilan bo'lgan Xitoy bilan Yevropa o'rtasidagi o'zaro mablag' silish kelishimiga cho'ng bir savdo to'xtamiga nisbatan aytgan vaqtda taqaqsab qo'ygan. Nima dedi desa, sen oldi bilan Uyg'urlarni o'z ichiga olgan. Uyg'urlar Hong Kong masalasida cho'qim ashularning kishilik huquq masalasida ko'rinarlik bir yaxshilashni paydo qilmasang, biz sen bilan iqtisodiy aloqa qilmaymiz dedi. Garchi Fransiyaningki Macron, Angliyaning Germaniyaning Merkelni qo'pab Xitoyning amaldori bilan yig'in o'tkazgan bo'lsa-mu, ya'ni biz munosabatlarimizni yaxshi qilamiz, iqtisodiy munosabatni yaxshi qilamiz degan bo'lsa-mu, garchi kishilik huquqni ozroq ta'kidlab qo'yib, ammo Yevropa parlamenti taqaqsab qo'ydi bu ishga. Ko'rinarlik darajada sen Uyg'urlarningki kishilik huquq masalasini yaxshi qilmasang, buni tasdiqlamaymiz deydi. Xitoy bu yerda bizga zulm silish orqali ham o'zi tasdiqlayotdi. Nima deymiz buni? O'zi bilib turib qilayotgan qiladigan ishining tanlashining o'ziga ziyon kelganligini bilib turib, azob, qiyinchilik kelganligini bilib turib davomlashtiradi. Qanday qadam davomlashtiradi desa, faqatla nervisidan adashgan, normal bo'lmagan, psixik chatiqi va sarang odamlar qiladigan ish. Bir davlatma hozir shunday bo'lib qoldi. Bu Yevropa Birligining parlamentiniki shu qo'ygan sharti. Ko'rinarlik yaxshilanish nimani ko'z tutida shu butun lagerni taqab, butun lagerdagi odamlarni qo'yib o'tish. Ashularga nisbatan askarlik ishlagan, jinoyat ishlagan har bir mallonninki izdirgini qilish, jazosini berish qatorliq ishlar. Uyg'urlarningki til huquqini, o'zi bo'lib yashash huquqini asli keltirish. Endi bu ishlar asta-asta bo'ladi, lekin mushuni talab qilib turibdi. Ondan sirt yana Angliya parlamentimi, Angliya hukumatini podshohlik xon jamiyatining diplomatlarning hech qaysininki Xitoyningki qishliq 2022 yili o'tkazilgan olimpik musobaqasiga qatnashmasligini tashabbus qilibdi. Ya'ni olimpik musobaqasini boyqut qilish sadolari kuchayyotdi. Bu men sizlarni bundan xabar topib qolsin dedim. Ham undan sirt mana Amerikada oilasi ayolningki kirimi $150,000 yetmaydigan kishilarga har bir bolasiga 2 yosh bilan 5 yoshdan tuvan bo'lsa $300 beradigan, 5 yoshdan yuqori bo'lsa $250 beradigan child credit deydi. Shu kredit, ya'ni pul beradigan bu ish yo'lga qo'yildi 7-oydan boshlab. Ya'ni 7-oydan boshlab kishilarningki ballari ko'p, ammo kirimi shu threshold, shu nuqtaga yetmaydigan oilalarga shunday pul beradigan ish bo'layotdi. Undan sirt yana Taliban Pokistonda bir qurilish qilgan Xitoyning injenerlari qachilangan chiqqan bir mashinani ba'zilar tushib ketib, dastlabda Pokiston tarafi tushib ketdi deb deganda qiyodan tushib ketdi, daryoga tushib ketib adam o'ldi. Amaliyotda u o'zini portlatitish xarakterlik bomba qo'yib portlatganligi chiqibdi hozir uningda. Xitoyning 9 ishchisi yoki injener yoki ishchisi, Pokistonning 4 odami 13 odam o'libdi. Bu xabardan balkim ko'pchilik xabar topdinglar. Anadan sirt yana Xitoy hukumatı Pokistonda hozir 2 kuch bor. Birisi dunyo taniydigan Ashraf G'ani hukumatı, ya'ni qonunli hukumat, yana birisi Taliban. Taliban bilan ikkisi davomli Afg'onistonga hukmronlik qilish masalasida talash tortish qilishyotdi, so'qishyotdi. Hukumat qo'shinlari chekinyotdi, Taliban ustunlikni egallayotdi. Bu har ikkisiniki Xitoy har ikkisi bilan muomala qilyotdi. Ya'ni bu masala nima desa, Afg'oniston
mushular bilan bo'lgan mushularning qonini yog'ilmasam musha bana qarshi Afg'oniston bizga qarshi bir bazu qilish mumkin deb qo'rqayotgan bo'lishi mumkin, ammo Talibanmi, Ashraf G'animi Xitoyga nisbatan hozir yaxshi gaplarni qilyotdi. Ularma shu o'zining manfaatini deydigan gap, buningda balkim ko'pchilikning xabari bor. Undan yana bir xabarda Tojikiston bilan Turkmaniston qatorliq davlatlar Uyg'ur jangchilarini yollanma askar qilib Taliban qarshi sanmoqchi degan bir gap chiqib qolibdi. U muhim bir xabarda emas, bir O'rta Osiyalik kishiniki yozgan bir yozmasida turdi. Bu so'zningki qanchalik ishonch darajasi, qanchalik onu bilgili bo'lmaydi. Lekin bu shunday gaplar bo'lib qolibdi. Ko'pchilik xalqaro vaziyatga, o'zimizning ishlarga diqqat qiladigan ko'pchilik anglab qo'ysin dedim. Xo'sh, andan oxirgi masala mening mayt so'yinish bilan bir deydiganim Turkiyada o'rta maktab o'quvchilariga ayni dangliq o'rta maktabga imtihon berib o'tgan o'quvchilarning ichida oldingi 6si bizning qiz o'quvchilarimizga. Harvard universitetida hozir qadar 10 ga yetmagan Uyg'ur o'quvchi o'qidi. Harvardning 300 necha yillik tarixida. Buning ichida 6si qiz, 3 Uyg'ur, akshi o'g'illar 3. Demakchi, bizningki Uyg'ur qizlarimiz haqiqatan farosatlik, aqlliq, tirishchan. Bular nada bo'lsa tirishib o'qiyotdi, ishlayotdi, millatningmi ham g'amini yeyotdi, millat uchun ham to'p qo'shayotdi. Bularga hurmat. Men bu Turkiyada shu bir narsaga diqqat qildim. Bizningki başta o'qigan, birinchidan 6-qishlab o'qigan shu o'quvchilarimiz qizlar ekan, ammo shularga mukofot beradigan bir xonimlarimiz yo'q shularning o'tirsida. Alaqa bir millat, men Benjamin Franklinning bir gapini chiqatim deb ketdim, yana bir deb qo'yay, ma'rifatli millat menga qul bo'lmaydi deb. Ya'ni bizga bir chiqish yo'li beradigan narsa biz fan texnika, ma'rif, iqtisod mushundan aytib kuchli bo'lishimiz kerak. Avlodlarimizni tarbiyalashimiz kerak. Bu noqul qizlarga, ayollarga havola qilinsa bo'lmaydi. Erlarmi tirishimiz kerak, qo'llashimiz kerak, o'g'illarmi yaxshi o'qishimiz kerak. Ya'ni o'g'il o'quvchilarimizmi yaxshi o'qib, dangliq oliy maktablarda har xil o'tganda men degandek STEM deganga o'xshash, science, fan, technology, texnika, engineering, injenerlik, mathematics, matematika degan o'xshash kasblarni o'qish kerak. Endi bu o'qishlarga qanday yordam qilish masalasida men o'tgan so'zlaganligim uchun qayta to'xtalmayman. Unda bo'lsa hammalarga xayrlik, hafta kunlari bo'lsin. Rahmat.